Adovat. Adovat deb birovga husumat va dushmanlik qilmakni aytilur. Adovat vijdonni behuzur qiladigan eng yomon xulqlardan o'ldig'ini inson yaxshi bilsa edi. Hech vaqt aziz jonini alamlilik azobiga giriftor qilmas edi. Suqrot Hakim: men dushmanim bo'lgan bir odamga adovat qilmayman, zeroki mening adovatim dushmanimning husumatini ziyoda qilur. Men adovatga qarshi do'stlik ila muqobala qilib, husumatni muvaffaqiyatga aylantirib, dushman kishilarni o'zimga el qilman demish. Aflotun Hakim: dildagi adovat temirdagi zangga o'xshar. Zang temirni yegani kabi adovat qalbni azobga solur demish. Hazrati Muhiddin: husumat va adolatdan qutulmoq, birovga jabr va zulm bo'ladigan ishdan ehtiyot bo'lmak, dushman paydo qiladigan harokatdan ihtiros qilmak ila bo'ladir. Men hech kimga adovat qilmoqqa lozim ko'rmadim, chunki hozircha men hech dushmanga uchramadim demish. Alhosil, yomon xulqning yomoni bo'lgani adovat shunday bir yomon sifatdirki, barcha buzuq ishlarni tug'ilib katta bo'lib chiqadigan yeri adovatsizlikdir. Adovat esa nafsoniyatdan paydo bo'lur. Nafsoniyat esa farishtalarning ustozi o'lan azozilga shaytondir. Shaytonur rojim ismi bo'lgan shaytoni ihtiros bir sifati zaminidir. Adovat ila nafsoniyat ikki tarbiyasiz dilga hosil bo'ladigan bir illat jismoniyatdirki, buning birinchi iloji vijdon va insof uzra hakimona tadbir va harakatimizga bo'ladigan hamma ochiq va oydindirki, adolat tarixi husumat mevasi chaqirur. Agar adovatni kesib tashlab o'rniga muxolasat navosi olinsa va bu soyada muhabbat va ulfat mevasi nishora qilur. Rasuli akram Nabiy muhtaram sallallohu alayhi vasallam afandimiz: Alloh taoloni suymagan odam husumat va davosida qattiqlik qilgan odamdir demishlar. Adovat balosi bizlarning edi. Adovat qilma deb haq bizni aytdi. Zidlik qildik, mol va davlatlar ketdi, moldan o'tib oxir joniga yetdi.